Birinchi savolni o'zingiz boshlab bersangiz. Xo'p, birinchi savolni Ahrorxon akaga bermoqchiman. U savol o'zimga ham qiziq, bemorlarga ham qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Prikus, to'g'ri tishlov o'zi nima va bizga nima uchun kerak u narsa? Prikus to'g'ri tishlovda o'zini elementlari bor, o'zini normalari bor. Oldin faqat tishni o'ziga qaralgan bo'lsa, misol uchun eng klassika bo'lgan Andrews'da 6 ta kalitini oladigan bo'lsak, bu 65-yilda nima qilingan statiya bor. 65-yilda Andrews'da 6 ta kaliti. Hozirga kelib xuddi shu Andrews'da 6 ta kalit emas, 6 ta element degan falsafa bor. Oldin faqat okklyuziyani o'ziga qaralgan, shu birinchi klass asos qilib olingan smykaniya. Ya'ni 6-chilarda mizial bugora pastga oltirardi, o'rtasiga uchish kerak edi bugora o'rtasiga deyilgan bo'lsa, hozir bunga profilni qo'shishgan, bunga tishlarning inklinatsiyasini, ya'ni kompensatsiya darajasini hisoblashni qo'shishgan va hozirgi nimada okklyuziya deganda faqatgina уже tish tushunilmaydi. Bu okklyuziya deganda butun yuz jag sistemasida to'laligicha qarashimiz kerak degan xulosaga kelingan.